Shunga bo'yicha issiqxonada ishlayman, ishchi bo'lib, polning sochilgan holatda ish bo'lib, mayda detallarni hammasini tayyorlash bilan shug'ullanaman. Bitta ko'rilayotgan detal datov qilinadi. Metka joylari, har bitta oyoqlari germetika bilan yig'ish emas, bu mandelin bilan yig'ish. Uni germetikada yig'ilishdan ancha farqi bor, aqlliroq bu. Yechiladigan hamma narsasi yechilib chochib qilinadi. Agar siz mashinangizda shunga qilingan bo'lsa, ortiqcha ovozli, ko'ngilni g'ijilqayotgan narsalar bo'lsa, murojaat qiling. Mutlaqo mehnat haqqi olmasdan professional darajada mashinangizni podteshka qilib, har bitta kamko'stlarni ko'rib beramiz. Даже shunga qildirgan paytingizdan ham zo'r rezultat bo'lishiga harakat qilamiz. Inshaalloh banda harakatda natijani Alloh beradi. Podteshka qilib aldamayotganlarga addushi rahmat. Kuzatib boring. Bundan keyin bundan ham foydali bo'lishida harakat qilamiz. Faqat bitta sharti, obuna bo'lib kuzatsangiz, bizga ham, sizga ham manfaatli bo'ladigan narsalarda harakat qilamiz.